Assalomu alaykum, hurmatli yaxshilar. Mana shu akamga yordam berishlaringizni so'rayman. Bir necha yildan beri shu kasallik bilan kurashib kelyaptilar. Operatsiya qildirish kerak. Aziz yurtdoshlar, samarqandliklar, 2 nafar farzandim bor. Bormagan tabibimiz, doktorimiz qolmadi. Uyga ko'chirib o'tkazish lozim ekan. Bizning imkoniyatimiz mavjud emas. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qiling, ehson qiling. Sherali aka bundan 4 yil oldin bankda o'zining mutaxassisligi bo'yicha faoliyat olib borardi. 2 nafar farzandi bor oila boquvchisining hayoti chiroyli va hech kimdan qarzi yo'q edi. Lekin kutilmaganda shifokorlardan jigar sirroz tashxisi qo'yilgan qog'ozni oldi-yu, hammasi butunlay o'zgarib ketdi. Yillar davomida bir kursida o'tirib mehnat qilgan oliy ma'lumotli Sherali aka bugun bir joyda yotib qolgan. Kasallik esa tanaga tomir otib ulgurgan. Endi unga dorilar ham, muolajalar ham ta'sir qilmaydi. Sherali akaning jarrohlik amaliyoti uchun 25 ming AQSh dollar miqdorida mablag' kerak. Amaliyot esa Hindiston davlatida amalga oshirilishi haqida aytishgan. 2 nafar voyaga yetmagan bolalar uchun Sherali aka yana sog'lom hayotga qaytsin. Assalomu alaykum rahmatulloh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana Sherali aka. Nurdin aka, yaxshimisiz? Mana yordamlaringiz bilan mana bu yerga keldik bizaga. Rahmatli o'zlari bo'ldi. Ana birga keldik. Nima yordamimizni ko'rsatyapti? Ham jigarda sirrosis, ham gepatit, ham o'simda ham bor edi. Urgut shaharda joylashgan Telemed klinikaga murojaat qildilar va Telemed klinikaga bizga aloqaga chiqdilar. Jigarni qo'shilib o'tkazish uchun Hindistonga yo'l olib keldilar. Jigar transplantatsiya, ya'ni jigarni qo'shilib o'tkazdilar. Endi akaning hayotga saqlashga sababchi bo'lgan ukasi bo'ladilar, donorlik qildilar. Ko'pchilik bizga yordam qo'lini cho'zdi. Men aynan mana shu bizga yordam qo'lini cho'zganlarga barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sherali dedi. Все хорошо, отлично. Mana shu ishni tashkil qilganlarga, mana shu ishni yuritganlarga Allohning o'zi madad bersin, ishlarini barobar bersin, sog'lik salomat. Shu hamisha sog' salomat bo'linglar endi boshqa. Alloh, men ham sog'ayib ketsin jiyancha.